Mana mudani qanaqa qilib tayyorligini bilsa bo'ladi. Mana shunaqa qilib qalamcha qilib kesiladi. So'xi salfetga ip shaklida qilib aylantirib qo'yib qo'ysa, o'zi sekin joylashtirib. Mana o'shanda bilinadi tayyorligi. Enini yoniga qo'yib qo'ysanglar, tayyorligini shundan bilsangiz bo'ladi. Hozir bu parofkasini tayyorlayapti. Tayyorligini shundan bilsa bo'ladi. Ana bo'ldi, terishni boshlaydi. O'zi aylanib terib chiqadi. Shunaqa gaplar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish maslahat beramiz. Kanalimizda bundan yaxshi videolarimiz bor. Like, comment unutmanglar. Bizga motivatsiya bo'ladi bu. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan sevimli Sayroqi qush kanali bo'ldi.